Hozirgi kundagi juda ham ko'p shikoyatlardan bittasi bu oyoq qo'llarni muzlashi. Asosan 3 xil kasallikda bo'ladi. Birinchisi kamqonlikda, anemiyada, ikkinchisi qandli diabetda, uchinchisi tomir kasallikda, yo tromboz, yo aterosklerozda. Endi u sharoitida sizni tomirlaringiz qanaqa holatini bilib olish uchun juda ham bitta zo'r tekshirish usuli bor. Qo'lingizni bilak sohasidan siqasiz, qattiq musht qilasiz va qo'yib yuborasiz. Mana shu oq hosil bo'lganda 1 sekunddan 3 sekundgacha qo'yib yuborganingizda to'lishsa, bu norma bo'ladi. Agar 3 sekunddan ko'p bo'lsa, qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik holati yomon hisoblanadi. Endi u sharoitida qon tomirlarini ichini tozalash, tiqimlardan tozalash va isitish uchun juda ham zo'r ayurvedadan oltin damlama tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Diqqat bilan ko'rib saqlab oling. Kerak bo'ladi yarim choy qoshiq zarcha va 7 dona qalampir munchoq va 1 stakan sut. Bir idishga sutni soling. Ketidan zarchavani solasiz. Ketidan qalampir munchoqni solib, o'rta olovda to qaynab chiqquncha aralashtirib turasiz. Bir marta qaynab chiqsa bo'ldi. Qaynab chiqqandan keyin sitadan yoki marladan o'tkazib olsanglar bo'ldi. Mana shu damlalarni bir kunda bir mahal kechqurun 1 oy ichib yotsanglar bo'ldi. Juda ham ko'p kasalliklardan shifo topasiz. Ayniqsa qon tomirlar holati yaxshilanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.